o'qimaysiz, shuning uchun sizni dinda yaxshi odam deb bo'lmaydi desa, dilingiz og'risa, aka og'risin bizni. Qulil haqqo va in kana murron, haqiqatda ayting, achchiq bo'lsa-da. Soqol bor, do'ppi bor, hijob bor, uyat yo'q, hayo yo'q, tarbiya yo'q, u yaxshi odam emas u. Hijobga kirdi degani zo'r odam degani emas u. Ibosi bo'lsin, hayosi bo'lsin. Uyatsiz hijoblilarni ko'ryapmiz. Soqoli bor, do'ppisi bor, namozi bor degani bu yaxshi odam degani emas bu. Isbotla, sen ko'p gapiryapsan, katta gapiryapsan desangiz, oldingizga 55 tasini terib qo'yaman. Soqoli bor, do'ppisi bor, namozi bor, kerak bo'lsa kofir ham qilmaydigan ishni qiladi o'sha. Men real hayotda men bilaman shuni. To'g'ri, hammasini olib kelib san yerda tur, sanlar shuni bashara odamsanlar, seni menga ko'rsataman deyolmasman u, lekin isbotda beraman men. Men isbot gapirmayman. Chunki shuncha auditoriyaga buni gapni gapirish uchun Allohning oldida ham, bandani oldida ham javob berishim kerak men. Shuning uchun isbotim borligi uchun dadil gapiraman men. Butun gapiraman men. Liboy kelsin, qani isbotingiz? O'shani o'zidan isbotlab beraman men.